O'zbekistondan Germaniyaga bo'lgan safarimizni bugun 5-kuni do'stlar. Biz aynan Latviya Burachki granitsasida turibmiz. Hozir dokument kutib turibmiz. Xudo xolasa dokumentni olsak, biz dalcha granitsaga kirishni boshlaymiz. Ko'pchilik yozibdi, aka ошибкалар ko'payib ketdi, ABS yonib netib. Mana kelib to'xtadim. Xuddi o'sha eski ошибкалari turibdi. ABS yonib o'chib yuribdi. Xudoga shukr, birorta joyda muammo bo'lmadi. Bitta transportnik tekshirdi. Yoshroq bola ekan, xullas yaxshi gaplashib chiqib ketdim, pulini berib. Demak, xudo xolasa oldimizda Latviyaga o'tamiz. Undan keyin biz kemaga o'tiramiz, paromga o'tirib, mashina bilan chiqib, biz Germaniyaga suzamiz. Xudo xolasa oldinda qiziq videolar bo'ladi. Kulminatsion nuqtalari endi boshlanyapti. Videoni kuzatamiz do'stlar. Xolasa yaxshi bo'ladi. Kommentariyada kim duo qilgan bo'lsa, hammalarga rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlarga ham hammalaringga rahmat. 5 kunda bemalol mashina buzilishi, bir ikkita narsalarni kutdik. Bemalol keldik. 5 kunda yetib kelibmiz. Kechqurun kelib to'xtaganman. Xudo xolasa oldinda Latviya va Germaniya. Mani yangi ko'rib turganlar obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.